pensiya jamg'armasi to'lovlarni to'xtatmoqda degan gapni eshitgan odam birinchi bo'lib qo'rqadi. Endi pulim kelmaydimi? Pensiyam kesiladimi? Nafaqam bekor bo'ladimi? Bugun men aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntiraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u faqat pensionerlarga emas, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, bolalar puli va boshqa ijtimoiy to'lovlarga hujjat topshirganlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzuni bilmaslik odamni o'z puli, o'z haqqi va o'z vaqtini yo'qotishga olib keladi. Avvalo, men bir narsani aniq aytib olaman. Pensiya jamg'armasi har qanday to'lovni shunchaki kayfiyatiga qarab to'xtatmaydi. To'lov to'xtatilsa, odatda buning ortida hujjat, ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik, qonuniy talab, tekshiruv yoki fuqaroning o'zi bilmagan holda yuzaga kelgan muammo bo'ladi. Eng katta muammo shundaki, odamlar ko'pincha sababini bilmaydi. Bank kartaga pul tushmaydi. Pochta olib kelmaydi. Keyin odam pensiya jamg'armasiga boradi. Navbat kutadi, bir xonadan ikkinchi xonaga yuradi. Aslida esa oldindan bilsa, ko'p narsani tezroq hal qilish mumkin. Oldin qanday edi? Ilgari ko'p holatlarda to'lovlar ko'proq qog'oz hujjatlar asosida yurardi. Mahalla ma'lumotnomasi, ish staji daftarchasi, nogironlik ma'lumotnomasi, yashash joyi haqidagi hujjat, oila tarkibi, bank rekviziti kabi ma'lumotlar alohida tekshirilardi. Xatolik bo'lsa ham ba'zan to'lov davom etib turardi, keyinroq aniqlanardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. FHDYO, soliq, migratsiya, kadastr, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bandlik, bank va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Bir joyda mos kelmagan raqam yoki holat chiqsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Masalan, oldin odamning yashash joyi qog'ozda bir tuman bo'lib, amalda boshqa tumanda yashayotganini hech kim darrov bilmasligi mumkin edi. Hozir elektron tizimda propiska, vaqtincha ro'yxat, bank kartasi, ijtimoiy reyestr va boshqa ma'lumotlar solishtiriladi. Yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, oldin odam keyingi oy topshiraman deb yurishi mumkin edi. Hozir esa tizim muddat tugaganini ko'radi va to'lovni avtomatik to'xtatish ehtimoli bor. Shuning uchun men doim aytaman. Bugungi kunda pensiya va nafaqa faqat bir marta rasmiylashtirdim, tamom degan narsa emas. Ma'lumotlaringiz to'g'ri, faol va yangilanib turishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatishi mumkin bo'lgan 6 ta sabab. Men ularni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi sabab: hujjatlar muddati tugagan yoki yangilanish kerak bo'lgan ma'lumotlar vaqtida topshirilmagan. Bu ayniqsa nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi. O'qiyotgan farzandlar uchun davom etadigan to'lovlarda ko'p uchraydi. Masalan, 2 guruh nogironligi belgilangan fuqaroning tibbiy xulosasi 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. U kishi mening holatim o'zgarmagan-ku deb o'ylaydi. Lekin tizim uchun muhim narsa bu fikr emas, hujjatning amal qilish muddati. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi iyunda tugagan bo'lsa, iyul oyidan to'lov to'xtashi mumkin. Keyin fuqaro qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjat yangilanadi. Shundan so'ng to'lov qayta tiklanadi. Ammo bu orada 1-2 oy pul olmay qolish ehtimoli bor. Yana bir misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba bor. Qonunga ko'ra, u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'quv yurtidan ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa yoki talaba sirtqi ta'limga o'tib ketsa, to'lov to'xtashi mumkin. Oila esa nega pul kelmayapti deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Tizim uning kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotni ko'rmayapti. Ikkinchi sabab, fuqaro vafot etgan. Lekin oila a'zolari buni to'g'ri tushunmagan yoki to'lov kartada davom etadi deb o'ylagan. Bu juda nozik, lekin amalda uchraydigan holat. Pensioner vafot etgandan keyin uning pensiyasi qonuniy tartibda to'xtatiladi. Ba'zi oilalar karta o'zimizda pul tutsa olamiz, baribir bobomizning puli deb o'ylaydi. Lekin bu to'g'ri emas. Vafot etgan shaxs nomiga keyin tushgan mablag' ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin va keyinchalik qaytarish talab qilinadi. Agar dafn puli, meros, olinmay qolgan pensiya yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda rasmiylashtirish kerak. Masalan, pensioner 10 may kuni vafot etdi. Oila a'zolari FHD orqali o'lim guvohnomasini oldi, lekin pensiya jamg'armasiga bormadi. Elektron tizim baribir bu ma'lumotni olishi mumkin.
keyingi oy pensiya tushmasa, bu noqonuniy to'xtatish emas, balki shaxs vafot etgani sababli to'lov yakunlangan bo'ladi. Agar may oyigacha hisoblangan, lekin olmagan summa bo'lsa, oila a'zolari belgilangan hujjatlar bilan murojaat qilib, qonuniy tartibda olish kerak. Uchinchi sabab, yashash joyi, bank rekviziti yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bor. Bu juda ko'p uchraydigan va odamni eng ko'p sarson qiladigan sabab. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, ID kart olingan, bank kartasi muddati tugagan, plastik karta bloklangan, bank hisob raqami o'zgargan. Lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada pul hisoblangan bo'lsa ham amalda kartaga tushmaydi yoki qaytariladi. Oddiy misol, pensionerning bank kartasi 2024 yil dekabrda muddati tugagan. U yangi karta oldi, lekin yangi karta rekvizitlari pensiya jamg'armasiga ulanmagan. Yanvar oyida pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya to'xtatilmagan bo'lishi ham mumkin. Faqat to'lov bank tomonidan o'tkazilmagan yoki eski hisobga bog'lanib qolgan bo'ladi. Shuning uchun kartaga pul tushmasa, birinchi savol, to'lov umuman hisoblanganmi yoki bank rekvizitida muammo bormi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limi, bank yoki tegishli onlayn xizmatlar orqali aniqlash kerak. Yana bir holat, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Pasportda yangi familiya, bankda eski familiya. Pensiya jamg'armasi bazasida esa yana boshqa yozuv turib qoladi. Bitta harf farqi ham muammo chiqarishi mumkin. Ayniqsa apostrof, o, kabi yozuvlarda farqlar bo'ladi. Shu sababli men doim shaxsiy ma'lumotlarni hujjatlar bo'yicha bir xil ko'rinishga keltirishni tavsiya qilaman. 4-sabab. Ortiqcha to'lov aniqlangan yoki fuqaro bir vaqtning o'zida olishga haqli bo'lmagan to'lovni olayotgani ma'lum bo'lgan. Bu eng og'ir mavzulardan biri. Ba'zan odam o'zi bilmagan holda ortiqcha pul oladi. Ba'zan esa hujjatlarda noto'g'ri ma'lumot beriladi. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatishi, kamaytirishi yoki ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, bir fuqaro boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzand kunduzgi o'qishda deb ko'rsatilgan. Keyin ma'lum bo'ladiki, farzand o'qishni tashlagan yoki sirtqi ta'limga o'tgan. Lekin oila buni xabar qilmagan. Natijada 6 oy davomida har oy 700 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, jami 4 million 200 ming so'm qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odamlar biz bilmaganmiz deydi. Lekin qonunchilikda to'lovga ta'sir qiladigan holatlar haqida xabar berish majburiyati bor. Yoki boshqa misol, nogironlik guruhi o'zgargan. Oldin ir guruh bo'lgan, keyin qayta ko'rikda 2 guruh belgilangan. To'lov miqdori o'zgarishi kerak. Agar bir muddat eski miqdorda to'langan bo'lsa, keyin farq hisoblab chiqilishi mumkin. Shu sababli to'lov ko'proq tushsa ham darrov xursand bo'lib ishlatib yubormaslik kerak. Nega ko'paydi? Qaysi asos bilan ko'paydi? Qayta hisob-kitobmi yoki xatolikmi? Shuni aniqlash kerak. 5-sabab, fuqaro chet elga ketgan, yashash maqomi o'zgargan yoki doimiy yashash masalasida ma'lumot paydo bo'lgan. Bu ham ko'pchilikka tushunarsiz. Chet elga vaqtincha ishlashga ketish, davolanishga ketish, mehmondorchilikka borish va doimiy yashashga chiqib ketish bir xil narsa emas. Lekin tizimda migratsiya ma'lumotlari paydo bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha tekshiruv boshlanishi mumkin. Ayniqsa odam uzoq muddat mamlakatda bo'lmasa, yashash joyi bo'yicha tasdiqlar, bank operatsiyalari, shaxsni tasdiqlash holatlari tekshiriladi. Masalan, pensioner Rossiyaga farzandlarnikiga 8 oyga ketdi. Pensiya kartaga tushib turdi, oila a'zosi olib ishlatdi. Bu holatda hamma narsa pensiya turiga, fuqaroning maqomiga, qonuniy talabga va to'lovni olish tartibiga bog'liq. Agar pensiya jamg'armasi shaxsni tasdiqlash, yashash holati yoki boshqa ma'lumotni so'rasa, javob berish kerak. Men chetdaman, keyin boraman deb yurilsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ayniqsa ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki vakil orqali olish tartibi noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muammo yanada kuchayadi. 6-sabab, tekshiruv, shubhali holat yoki ma'lumotlar bazalaridagi nomuvofiqlik. Bu eng sukut saqlanayotgan sabab. Chunki fuqaro ko'pincha aniq tushuntirish eshitmaydi. Tizimda biror risk chiqadi, bir xil JSSHIR bilan 2 xil ma'lumot, boshqa tumanda ro'yxat. Bir vaqtning o'zida ish haqi va ijtimoiy to'lov bo'yicha mos kelmaydigan holat, oilaviy tarkibda farq, mulk yoki daromad bo'yicha yangi ma'lumot. Shunda to'lov darhol butunlay bekor bo'lmasligi mumkin, lekin tekshiruvga tushadi. Tekshiruv vaqtida to'lov ushlanib qolishi ehtimoli bor. Masalan,
kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa olayotgan xonadonda elektron tizim, yangi avtomobil, yangi uy-joy yoki yuqori daromadli ish haqini ko'rdi. Ba'zan bu haqiqatan ham oilaning moddiy ahvoli yaxshilanganini bildiradi. Ba'zan esa avtomobil aslida kreditda daromad bir martalik yoki mulk boshqa qarindosh nomidan vaqtincha o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Lekin tizim buni avtomatik ravishda tekshirish kerak deb belgilaydi. Fuqaro esa dalil keltirishi kerak. Kredit shartnomasi, daromad manbasi, oila tarkibi, yashash holati va boshqa hujjatlar. Endi kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Kimlar esa o'rtaqcha vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, har oy pensiya kelib turgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir kartangiz muddati, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz va bank hisobingizni tekshirib turishingiz kerak. Ko'proq ehtiyot bo'lish kerak bo'lganlar, nogironlik bo'yicha to'lov oluvchilar, qayta tibbiy ko'rik muddati yaqinlashganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan va farzandi bo'lgan kishi yoshdan oshgan oilalar, kunduzgi ta'lim ma'lumotnomasi kerak bo'lganlar, chet elda uzoq muddat yurganlar, yaqinda pasport yoki familiya almashtirganlar, bank kartasini yangilaganlar, ijtimoiy nafaqa olayotgan va oilaviy daromadi o'zgarganlar. Ana shu guruhlarda to'lov to'xtashi ehtimoli yuqoriroq, chunki ularning to'lovi muayyan shartlarga bog'langan. Bu yerda yana bir muhim noziklik bor. To'lov to'xtatilishi bilan to'lov bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'xtatish vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmaydi, ma'lumot tekshirilmoqda, karta rekviziti noto'g'ri, tibbiy xulosa yangilanmagan. Muammo hal qilinsa, to'lov qayta tiklanadi va ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinishi mumkin. Bekor qilish esa fuqaro endi bu to'lovga haqli emasligi aniqlanganda bo'ladi. Masalan, nafaqa sharti yo'qolgan, talaba o'qishni tugatgan, nogironlik tasdiqlanmagan, oila daromadi mezondan oshgan. Yana bitta tuzoq. Menga telefon qilishmadi, demak hammasi joyida deb o'ylash. Har doim ham xodimlar sizga qo'ng'iroq qilmaydi. Ba'zan SMS keladi, ba'zan bildirishnoma elektron tizimda turadi, ba'zan esa fuqaro o'zi borib aniqlashi kerak bo'ladi. Shuning uchun to'lov kechiksa, 15 kun kutib yurmasdan sababini tezroq aniqlash kerak. Chunki bir hujjatni bir hafta oldin topshirsangiz, pul vaqti tushishi mumkin. Bir oy kechiksangiz, keyingi oyning hisob-kitobiga qolib ketadi. Endi amaliy qadamlar. Agar pensiya yoki nafaqa kelmay qolsa, birinchi qiladigan ishingiz, vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avvalo bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma yoki bank ilovasida kirim ko'rinyaptimi? Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin SMS kelmaydi. Ba'zan bank texnik sabab bilan kechiktiradi. Shuning uchun bankdan hisob varaq bo'yicha ma'lumot oling. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, JSHIR, pensiya guvohnomasi bo'lsa, o'sha bank karta rekvizitlari. Oxirgi to'lov tushgan sana haqidagi ma'lumotni olib boring. Agar nogironlik bo'yicha to'lov bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari kerak. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari. Talaba bo'lsa, kunduzgi ta'lim ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar vakil orqali murojaat qilinayotgan bo'lsa, ishonchnoma va vakilning shaxsini tasdiqlovchi hujjat ham kerak. Uchinchi qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Xodim tekshiruvda ba'zida muammo bor. Keyin keling desa, muloyimlik bilan yozma tushuntirish yoki rasmiy javob so'rang. Arizada aniq yozing, menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani, qaysi sanadan to'xtatilgani va qayta tiklash uchun qanday hujjatlar talab etilishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shu jumla juda muhim, chunki sabab aniq bo'lmasa, siz qaysi hujjatni to'g'rilashni bilmaysiz. 4-qadam. Hujjat topshirganda nusxa va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga kirim raqami, sana yoki qabul qilgan xodim belgisi qo'yilsa, o'zingizda qoladi. Elektron tarzda yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin siz hujjat topshirmagansiz degan tushunmovchilik bo'lmaydi. 5-qadam. Agar sabab ortiqcha to'lov bo'lsa, darhol hisob-kitobni so'rang. Qancha summa, qaysi oylar uchun, qaysi asos bilan ortiqcha deb topilgan,
Sizga qanday tartibda qaytarish taklif qilinyapti? Ba'zan fuqaro birdaniga katta summani qaytara olmaydi. Bunday holatda qonuniy tartibda bo'lib ushlab qolish yoki kelishuv masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin eng yomon sukut saqlash. Javob bermasangiz qarzdorlik kattalashishi, undirish tartibi boshlanishi mumkin. 6-qadam. Agar siz rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men har doim shuni aytaman. Huquqni himoya qilish uchun hissiyot emas, hujjat kerak. Menga adolatsizlik qilishdi degan gapning o'zi yetmaydi. Sizda ariza nusxasi, rasmiy javob, bank ma'lumoti, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, daromad hujjatlari, oilaviy tarkib bo'yicha dalillar bo'lishi kerak. Shunda masalani aniq va qonuniy ko'rib chiqish mumkin. Endi ayrim istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlar haqida gapiraman. Birinchidan, pensioner ishga kirsa, har doim ham pensiyasi to'xtaydi degani emas. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim ustamalar ijtimoiy yordamlar yoki ma'lum shartga bog'liq to'lovlar daromadga qarab qayta ko'rilishi mumkin. Shuning uchun ishladim. Endi hammasi bekor bo'ladi deb qo'rqish ham noto'g'ri. Ishlasam ham hech narsaga ta'sir qilmaydi deb o'ylash ham noto'g'ri. Ikkinchidan, pensioner chet elga chiqsa, avtomatik ravishda pensiya yo'qoladi degan xulosa ham noto'g'ri. Masala qaysi muddatga ketgani, doimiy yashash maqomi bormi yo'qmi, pensiyani olish tartibi qanday rasmiylashtirilgani va qonunchilikdagi aniq talablar bilan bog'liq. Lekin uzoq muddat chetda bo'lsangiz, hujjatlaringizni tartibga solib qo'ying. Ishonchnoma kerak bo'lsa muddatini tekshiring. Shaxsni tasdiqlash so'ralsa, vaqtida bajaring. Uchinchidan, bank kartasiga pul tushmagani to'lov bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan hisoblangan pul bankda qaytgan bo'ladi. Ba'zan karta yopilgan, ba'zan bank tizimida texnik kechikish bo'lgan. Shuning uchun birinchi navbatda hisoblanganmi yoki yo'qmi degan savolga javob toping. Agar hisoblanmagan bo'lsa, savol pensiya jamg'armasida agar hisoblangan. Lekin tushmagan bo'lsa, bank rekviziti yoki bank amaliyotida muammo bo'lishi mumkin. 4-dan, hujjat kech topshirilsa, hamma vaqt ham o'tgan davr uchun to'liq to'lab beriladi deb ishonib qolmang. Bu to'lov turiga, kechikish sababiga, huquq saqlangan, saqlanmaganiga va murojaat muddatlariga bog'liq. Masalan, siz haqiqatan ham huquqqa ega bo'lgansiz. Faqat ma'lumotnoma kechikkan bo'lsa bir tartib. Agar huquqning o'zi yo'qolgan bo'lsa boshqa tartib. Shuning uchun muddatlar bilan o'ynamang. 5-dan, mahalladagilar aytdi. Qo'shnim shunday olgan. Internetda yozibdi degan gaplar asos bo'la olmaydi. Har bir ishning o'z hujjati bor. Qo'shningizning farzandi kunduzgi o'qishda bo'lishi mumkin, sizniki sirtqida bo'lishi mumkin. Qo'shningizning nogironlik muddati muddatsiz belgilangan bo'lishi mumkin. Sizniki 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy javob oling. Men sizga eng sodda tekshiruv ro'yxatini beraman. Birinchisi, pasport yoki ID kartadagi ma'lumotlar to'g'rimi? Ikkinchisi, jasashir barcha hujjatlarda bir xilmi? Uchinchisi, bank kartasi folmi va muddati o'tmaganmi? 4-si, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa xabar berilganmi? 5-si, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi muddati tugamaganmi? 6-si, oilaviy daromad, ishga kirish, o'qishni tugatish. Chet elga ketish kabi to'lovga ta'sir qiladigan holatlar bo'lganmi? 7-si, oxirgi to'lov qachon tushgan va qancha tushgan? Ana shu savollarga javob tayyor bo'lsa, pensiya jamg'armasiga borganda masala ancha tez yuradi. Agar men o'zim bunday vaziyatga tushsam, quyidagicha harakat qilaman. Avval bankdan hisob varaq holatini aniqlayman. Keyin pensiya jamg'armasiga borib, to'lovning qaysi bosqichda to'xtaganini so'rayman. Og'zaki javobni eshitaman. Lekin albatta yozma ariza beraman. Kerakli hujjatlar ro'yxatini yozdirib olaman. Hujjat topshirganimni tasdiqlovchi dalilni saqlayman. Agar 15-30 kun ichida javob bo'lmasa yoki javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qilaman. Agar men haqim buzilganiga aniq dalil bo'lsa, huquqiy tartibda shikoyat qilaman. Eng muhim maslahat, to'lovingizga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishni yashirmang. Bilib qolishmasa bo'ldi degan fikr keyin katta qarzga aylanishi mumkin. Farzand o'qishni tugatdimi xabar bering. Nogironlik muddati tugayaptimi? Oldindan qayta ko'rikka tayyorlaning. Karta almashdimi? Rekvizitni yangilang. Familiya o'zgardimi? Barcha idoralarda ma'lumotni moslang. Chet elga uzoq muddat ketayapsizmi? Pensiyani olish tartibini oldindan so'rang. Bu ishlarning hammasi zerikarli tuyulishi mumkin.
Lekin bir kun kelib pul to'xtab qolsa, undan ham ko'proq vaqt, asob va xarajat ketadi. Xulosa shuki, pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatgan bo'lsa, buning ortida odatda 6 asosiy sababdan biri turadi. Hujjat muddati, shaxsiy yoki bank ma'lumotidagi xatolik, vafot holati, ortiqcha to'lov, chet el yoki yashash maqomi hamda tekshiruvga tushgan nomuvofiqlik. Eng to'g'ri yo'l savobni aniqlash, yozma javob olish. Kerakli hujjatni topshirish va hamma narsani dalil bilan yuritish. Sizda ham pensiya yoki nafaqa kechikkanmi, to'xtaganmi yoki pensiya jamg'armasidan tushunarsiz javob olganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men bu yerda oddiy odamlar o'z haqqini bilishi, hujjatda adashmasligi va keraksiz sarson bo'lmasligi uchun eng muhim mavzularni tushuntirib boraman.